Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Mana bugun 29 yanvar 2026-yil Baland Chordara mahallasida 3 tajribasiga asosan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazamiz. Bu uchrashuvni o'tkazishimizdan asosiy maqsad ishsizlikni kamaytirish hamda kambag'allikni qisqartirish asosiy maqsadimiz. Buning uchun biz Prezidentimiz 312-sonli qaroriga asosan oxirgi bir yillikda oborot qilgan yuridik shaxslarga 100 milliongacha garovsiz kreditlar ajratish hamda yengillashtirilgan garov evaziga 300 milliongacha kreditlar berish. Agar 1 milliarddan ziyod oborot qilgan firmalarga, jismoniy emas, yuridik shaxslarga 150 milliongacha ham garovsiz kreditlar taqdim qilyapmiz. Bundan tashqari Prezidentimiz 7-sonli qaroriga asosan 10 milliongacha mahalla loyihasi doirasida 23%dan 1,5 yilga o'sha o'zini o'zi band qilgan jismoniy shaxslarga kartasiga tashlab beryapmiz pul. Bundan tashqari Prezidentimizning 60-61-sonli qarorlariga asosan yoshlarga, institut bitiruvchi yoki institut bitirgan shaxslarga ham kreditlar ajratyapmiz. Ularga 18%dan 7 yilga agar asosiy vosita sotib olayotgan bo'lsa, agar aylanma mablag' to'ldirish uchun bo'layotgan bo'lsa 3 yilga 6 oy imtiyoz davri bilan kreditlar ajratyapmiz. Kimda nima savollar bo'lsa bemalol berishlaringiz mumkin. Bankka taalluqli, boshqa qanaqadir tadbirkorlikda muammolaringiz bo'ladigan bo'lsa biz shu yechib berishga harakat qilamiz. Asosan 3% bo'ladi. Hozir jismoniy shaxsmi yo yuridik shaxsdan o'zi bor? Jismoniy shaxsga 10 milliongacha o'sha o'zini o'zi band qilgan guvohnomalar solig'idan o'sha bilan 10 milliongacha kartasiga tashlab beramiz. aylanma dedingiz-ku, Yuridik shaxslarga. O'sha o'rtada pul aylanmaydi. Pul aylanmasi bo'lishi kerak. Yaxshisi bo'lsa ham o'sha 100 milliongacha zalogsiz beramiz. Agar 100 milliondan ariga yengillashtirilgan 100 millionni ta'minotchi hisoblanadi. Ko'chirib berish yo'li. Ta'minotchiga pul ko'chirib 10 berish. million 3%. 23%dan 1,5 million. 1,5 million. Agar 10 million olayotgan bo'lsangiz 1,5 millionga 1 million 600 ming ko'payadi. 100 millionni 100 millionniki agar asosiy vosita sotib olayotgan bo'lsangiz 7 yilgacha imtiyoz davri 2 yil. Agar aylanma mablag' bo'layotgan bo'lsa 3 yilgacha 6 oy imtiyoz davri. U toifasiga qarab bugungi kunda Katag'on shahar 3-toifaga kirgani sabab 21%dan qanaqa savollaringiz bo'lsa bemalol berishlaringiz 100 millionlikda nimasi bor? Ta'minlaydi. imtiyoz imtiyoz davri bor. Qancha bo'ladi? Aylanma mablag'ga bo'lsa 6 oy, agar asosiy vositaga bo'lsa 2 yil. Agar 100 million oladigan bo'lsangiz, hozir imtiyoz davri payti 1 million 700 shu atrofda chiqadi. Anamniki necha puldan tushadi? 23%igiz. 23% agar bir pullik to'lovda to'layman desangiz 665 mingdan tushadi. Yo'q, qanaqa? 1,5 10 millionga 23%. Ha, 10 million. 2 yilga 1,5. 18 oyga. yuridik shaxsga berilmaydi, anaqa. Yo'q, bu jismoniy shaxslar. Ishsizlarga. O'zini o'zi band 10 qilgan milliondan jismoniy ziyod yo'q, faqat 10 million. hozircha 10 million edi, o'tgan 10 million qilganmiz. Hozir yana 50 million ko'tarish bo'yicha taklif berilgan. U ham ma'qullanishi kerak. Keyingi oydan 50 milliongacha ko'taramiz. Nomiga kredit bo'lsa ham beriladi. Beriladi. Faqat o'sha paytidagi kreditlaringiz yotgan bo'lsangiz. Yo'q. Tekshirishlar bo'lgan bo'lsa to'lovchi. Kredit tarifingiz yaxshi bo'lsa, To'layotgan bo'lsa to'layotgan vaqtida beriladi. berilsak bo'ladi. Qilayotgan ishingizga qarab beramiz. Agar savollaringiz bo'lmasa, kattakon rahmat. Uchrashuvimiz yakunlanadi.